Mana aziz ishtirokchilar, mana Qirg'izistondan kelganlar, Tojikistondan kelganlar, Qozog'iston, Qoraqalpog'istondan, O'zbekiston, Abduzakilar mana kelganlar. Hammaga rahmat. Mana o'tgan ulug' ustozlarimiz qatorida Oxonjon Madaliyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ozgina yashaganda xalq artisti bo'lardi. Endi u Allohning irodasi. Lekin biz quvonganimiz shogirdlari, ya'ni sizlar qolgansizlar. Eslaganlarga rahmat. Eslamaganlarda nima deymiz? Oxin akam qo'shiqlarni aytishib, konsertlar qo'yishib, to'ylarda aytib, momaygina daromadlarni qilib, Taxo, Ferrari'larni meva olishadi, lekin rahmatda aytishmaydi. Unaqalarni biz kim deymiz mana biz? Bizi Omin guruhi nima deydi unaqalarni? Noinsoblarni. So'kmaysin darajam. So'kmayman. Otni ichi deymiz. Yo, undan battarroq bo'lsa kerak. Qanday? Shakal. Nima keldi? Yo, kallar ham kelgan. Kallar ham kelgan. Nima to'g'ri aytdingiz? Biz shogirdlar uchun ustozlarni eslash ham farz. Chunki shu ustozlarning qo'shig'ini aytib katta bo'ldik. Va shu ustozlar qo'shig'ini aytib tirikchilik qilamiz, oila boqamiz. Albatta. Alloh rahmatiga olsin ustozlar. Dunyoga tanildik deng. Albatta. Ilohim amin. Aziz vodiyimizni gavhari olmosi Oxonjon aka Madaliyevni jigaringiz bizga ham jigardek hisoblanadi. Mana joylari jannatdan bular oxiratlari obod bo'lsin, ruh poklari shod bo'lsin. Ortidan qolgan farzandlarni har bir farzandlari Qilichbeydan tortib hammasi, mana nevaralari ham bor, shularga hammasiga Oxonjon akami nafaslaridan buyursin. Ilohim ustozlari Qilichbeyga Tojikda ham umri uzoq bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz shu insonni. Hamma qatnashchilar baquvvat bo'linglar, umringlardan baraka topinglar, hurmat qilib, avaylab e'zozlab kelganinglarga har biringizga elga aziz bo'lib, ulkan zafar tilaymiz. Nodirbek doimo salomat bo'linglar. Sog' bo'l, omad hammaga. Alloh akal bo'lmanglar. Sog' bo'linglar. Kazol bo'lmanglar. Sog' bo'linglar. Triyon nima bo'lmanglar. Bu ham yomon gap. Ya otni qulog'i bo'lmanglar. Qulog'i bo'lmanglar.